Aka, xush kelibsiz Qashqadaryoga. Rahmat. Bugun 3-may mana Axborot texnologiyalari va menejment universiteti 43 nafar yosh bolalarimizga sunnat to'y qilib beryapti. Akam kelganlar, o'zimiz kelganmiz. Juda ham chiroyli bo'lyapti, aka. Albatta. Assalomu alaykum barchaga. Akamiz, jamoalari, undan tashqari Axborot texnologiyalari va menejment universiteti tashabbuskorlari bilan bir safda xayrli ishlar qatorida turganimizdan juda ham xursandmiz. Va bugun 43 nafar tantanasini nishonlayotgan bolalar meni to'yim bo'lmagan degan tushuncha bilan ulg'ayishmaydi endi. O'smaydi-da, to'g'ri. Endi ularning qalbida mana shu bitta katta kemtiklik yo'q. Bo'lmaganda ham katta sovg'alar bilan ular bugun ortga qaytib ketishyapti. Duolar bilan ortga qaytishyapti, to'g'rimi? To'g'ri. Nima deymiz? Sohibi ihsonlarga ihsonlari dargohida qabul qilganmiz. Va ham har bir ota-ona bilan gaplashganimizda ularning yuzidagi tabassumdan to ko'zidagi yoshgacha har bir qadamida, so'zida minnatdorlikni sezasiz, xursandchilikni sezasiz. Va endi niyatimiz shu, bu bolalar ham ulg'ayib, ertaga tadbirkor, biznesmen, ishbilarmon bo'lganda meni shunday qilishgan edi, endi men ham shunday qilishim kerak degan tashabbuslar bilan yashashadi, to'g'rimi? To'g'ri. Xush kelibsiz aka. Rahmat. Bo'lsam bir ichkariga kirib, Marhamat. ota-onalar bilan yana ham suhbat quramiz.